shunday o'tib ketmasmiz. Ushbu qo'shiqni Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida juda ko'pchiligingiz eshitgansiz. Bugun shu she'rni yozishimga sababchi bo'lgan akamizga muborak ro'za Ramazon oyida minnatdorchilik bildirib qo'ygim keldi. Akamizni oldiga qarz so'rab borganimda, Anvar, qarz so'rab olishni o'zingga kasb qilib olsan shekilli, bu ketishda o'zingning hurmatingni yo'qotib qo'yasan. Undan ko'ra pochkangni sot, ijodingga tik, rivojlantir o'zingni, deb mashinasini yuzga qo'yib ketib yuborgan edi. Va ko'p davralarda biz haqimizda g'iybat qilishgan ekan. Akajon, bugun eshitib turgan bo'lsangiz, ushbu she'rni o'qib bermoqchiman. Orzu dilda yuribdi, garchi hozir yetmasmiz, Xudo ko'rib turibdi, shunday o'tib ketmasmiz. Yuzingizni burvormang, boyvachchalik qilvormang, holimizdan kulvormang, shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda, nelar bo'lmas hayotda, shunday o'tib ketmasmiz. Xudo bersa hech gapmas, bir kunda yo bir nafas, g'iybatimni qiling bas, shunday o'tib ketmasmiz. Tunda bedor ko'zlarim, birov ilmas so'zlarim, do'stligi yo'q do'stlarim, shunday o'tib ketmasmiz. Dunyodan qaytganim bor, nafsimni yutganim bor, Allohga aytganim bor, shunday o'tib ketmasmiz. Do'st osmonda yurasiz, Anvardan yuz burasiz, omon bo'lsak ko'rasiz, shunday o'tib ketmasmiz. Qahriga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Akajon, salomat bo'ling. Siz sabab bo'lib yana bir she'rimiz shlagerga aylandi. Joni zamon bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Kimnidir yuragiga tekkan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa hali oldinda juda ham bir ta'sirli hayotiy she'rlarimiz ko'p. Sizlarga ushbu she'rlarimni havola etib boraman. Hammalarga rahmat.